Tabriklasanglar bo'ladi. 19 yoshimda o'zimga ekranli ochki xarid qildim. Keling bugun obzorni qilib ko'ramiz. Simpsonlar multfilmidagi mana shu sahnani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu multfilmdagi ochki meni qo'limga yetib keldi. Bu ekranli ochki. Shu ochkini tanishlarimga taqib ko'rdim. Ular reaksiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu ochkini o'zi qanaqa ishlaydi? Siz simini olasiz, telefoningizga tiqasiz va telefonda ko'rayotgan hamma narsangiz sizga ochkida katta bo'lib ko'rinadi. Va ovozi ham eshitiladi. Zo'ra? Bu ochkini siz faqatgina telefoningizga emas, notebookingizga, kompyuteringizga yoki PlayStationga tiqib o'yin o'ynab o'tirsangiz bo'ladi. Katta ekranda maza qilib o'yin o'ynaysiz. Bu ochkida knopkasi bor. Knopkasini bosib tursangiz, siz prozrachnisini to'g'irlay olasiz. Qoraroq bo'ladi va qop-qora bo'ladi. Shunda siz ekranni bemalol ko'rishingiz bo'ladi. Yoki agar oqiga qo'ysangiz, shunda sizga boshqa narsalar ham ko'rinadi va ekran ham ko'rinib turadi. O'zimga eng yoqqan narsa bu ochkini zaryadkasi hech qachon o'chib qolmaydi. Chunki siz telefoningizga ulab olganingiz uchun telefoningizni zaryadkasida ketaveradi. Hammamizga qiziq bo'lgan narxiga kelsak, $1000 ga ham, $800 ga ham bormaydi. To'shning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda Rayban Abdullohni belgilab ketinglar, ular o'zlari javobini aytib. Agar bu ochkini to'liq obzorini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizning YouTube kanalimizga, Nizomiddin Baxtiyorov kanalimizga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmas.